Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan ustoz Abdulloh Boboyev. Milliy sertifikatga DTM ga attestatsiyaga tayyorlanmoqchi bo'lgan o'quvchi va ustozlar uchun IDC to'plamining yechimini davom ettiramiz. Mana ekranlaringizda ko'rib turgan to'plam ajoyib to'plam mana. Matematikadan shu mavzulashtirilgan testlar to'plami IDC kitob. O'zi ko'rish hamma yodlab oldi o'zi mana. Xo'p azizlarim, bizni Telegram kanalimizga ham obuna bo'ling. Telegram kanalimiz shunday Telegramga kirib poisk bosasizda IDC tag chiziq yechim deb yozsangiz bizni Telegram kanalimiz kelib chiqadi. Bitta tag chiziq shunchaki IDC tag chiziq yechim. Bu Telegram kanalimiz. Albatta keyinchalik YouTube ga joylanmagan videolar Telegram kanalimizda ham bo'ladi azizlar. Buni e'tiborga olib qo'ying. YouTube ga video joylanmasa albatta u Telegram kanalda bo'ladi. Shu videoni opisaniyasida ham qoldiramiz Telegram kanalimizni, o'sha linkini. Bemalol ustiga bosib obuna bo'lib olishingiz mumkin. Xo'p, inshaalloh konkurslar o'tkazamiz. Albatta foydali bo'ladi. Xo'p, endi biz chiziqli funksiya mavzusini 3-oxirgi testiga kelganmiz. Yaxshi testlari bor. Shu yerni ochib olamiz mana. Chiziqli funksiya 2-test. Buni kecha ishlab o'tdik. Esingizda bor mana. Mana bu chizmalarni. Chiziqli funksiya mavzusi mana. E'tibor qarating. 3-test mana oxirgi test. Bundan avvalgisini ishlagan edik. Mana esingizda bor. Mana bu 20-misollarni burchak koeffitsiyentlarini topib mana. Xo'p, biz muhimi 3-testga keldik mana. Chiziqli funksiya 3-test, oxirgi test. Shuni ishlasak inshaalloh keyingi mavzuyimiz mana ko'rsatib qo'yaramiz mana. Ildizli ifodalar juda ham bir go'zal misollar bor bunda ham birga ishlaymiz albatta. Inshaalloh mana boshladik. Bu anchagina yaxshi savollar bor. Mana kattalashtirib olib ishlaymiz. Tushunmasangiz o'tgan mavzularga e'tibor bering yoki mabodo shunda ham tushunmaydigan bo'lsangiz, o'tgan mavzularni tushuntirganmiz. Shunda ham agar tushunmaydigan bo'lsangiz, keyin ustozlaringizdan so'rab o'rganib olishingiz mumkin. Qayerdir fikr kelmasa, g'oya kelmasa. Birinchi misol. -1/5 va 1/3 nuqtalar berilgan bo'lsin. Aniq qanday qiymatlarda mana shu to'g'ri chiziqlar deyapti. 3x - y - 4 teng 0 va ax + y - 6 teng 0 to'g'ri chiziqlarning kesishish nuqtasi AB kesmaga tegishli bo'ladi deyapti. Demak, e'tibor qaratingda, shu to'g'ri chiziqlarni kesishish nuqtasi mana bu to'g'ri chiziqlarni kesishish nuqtasi mana bu AB kesmaga tegishli. Bundan nima ma'no topamiz? E'tibor qarating. Bitta ideya, g'oya berib ketaman. Xo'p, demak AB kesmaga tegishli deyapti. Uni AB kesmaga tegishli deyapti. Demak, mana shu A va B nuqtalaridan o'tuvchi to'g'ri chiziq tenglamasini tuzsam, mana bu to'g'ri chiziq va ana shu to'g'ri chiziqlarni kesishish nuqtasi mana bu 3x - y - 4 va ax + y - 6 to'g'ri chiziqlarni kesishish nuqtasi ana shu AB kesmaga tegishli deyapti. Ya'ni AB kesmani ishlatmadim men. Shu A va B nuqtalaridan o'tuvchi to'g'ri chiziq tenglamasini tuzib olsam, uni grafigi shu to'g'ri chiziq bo'lsa, A va B nuqtalaridan o'tuvchi to'g'ri chiziqni mana shu ko'rinishda chizib olsam, mana bu ikkita 3x - y - 4 va shu ax + y - 6 to'g'ri chiziqlarim aynan kesishish nuqtasi AB kesmaga tegishli deyapti. Mana AB kesmamga tegishli bo'lyapti. Bu yerda ideya shunaqa ketdi. Demak, bundan nima ma'no o'ylayapman azizlar? Mana bu A va B nuqtalaridan o'tuvchi to'g'ri chiziq tenglamasini tuzsam, bu to'g'ri chizig'im ana bu ikkita to'g'ri chiziq bilan kesishadi. Ya'ni hamma to'g'ri chiziq bir nuqtada kesishadi degan shart kelib chiqib qolyapti. Shunday sistema qilib ishlab yuborsak bo'ldi. Demak, A va B nuqtalaridan o'tuvchi to'g'ri chiziqni tuzib olamiz. Demak, birinchi
ikki xil usulda tuzish mumkin. Birinchi K'sini birinchi topib olamiz. K teng. Xo'p, yaxshilab qarang. Y1 minus Y2 taqsim, ya'ni 5 minus 1 taqsim x1 minus x2. Ya'ni minus 1 minus 3 minus 4. Ya'ni K'si minus 1 ekan. A va B nuqtalaridan o'tuvchi to'g'ri chizig'imni K'si minus 1 ekan. O'tgan mavzularda aytdik. Endi B'sini topib olamiz. Uning uchun mana bu nuqtadan foydalansak bo'ldi. Mana y barobar K'si minus 1 ekan. Shunda minus x minus 1x ya'ni plus B bo'ladi. X ni o'rniga olib borib mana bu 3 ni qo'ysak, y ga 1 chiqish kerak. Shundan B ni topib olamiz. Y ni o'rniga 1 ni qo'yamiz, x ni o'rniga olib borib 3 ni qo'ysak, mana minus 3 plus B bo'ladi. Bundan B teng 4 chiqyapti. Demak, menga kerakli A va B nuqtalaridan o'tuvchi chiziqli funksiyam, ya'ni to'g'ri chizig'im minus x plus 4 ekan grafik. Shu nuqtalarni o'rniga qo'ying, qanoatlantiradi. Ya'ni kesmani ishlatmadim. Kesma bu yerda aldamchi g'oya sifatida ishlatilgan. Men uni ishlatmadim. Shu nuqtalardan o'tuvchi to'g'ri chizig'ini tuzib oldim. Mana bu to'g'ri chiziq va mana bu to'g'ri chiziqlarni kesishish nuqtalari shu to'g'ri chiziqda joylashgan deb ishlab ketaveramanda. Ya'ni bir nuqtada kesishadi degandek ishlatib ketaveramiz. Demak, sistema bo'ldi. Ya'ni 3x minus y minus 4 teng 0. Va pastdan ax plus y minus 6 teng 0. Hammasi oddiy sistema. Biz yuqoridagi ikkovini ishlab olamiz. Ya'ni mana bu y ni o'rniga minus x plus 4 ni qo'yib pastga olib borib mana buni ishlab olamiz. Ya'ni 3x shunda y ni o'rniga minus x plus 4 ni qo'ysak plus x minus 4 bo'ladi. Minus 4 teng 0. 4x teng 8, bundan x teng 2 chiqyapti. X ni o'rniga olib borib 2 ni qo'ysak, y ham 2. Mana bu 3-chi tenglamamga x ni ham y ni ham o'rniga 2 ni keltirib qo'ysak, shunda x ni y ni o'rniga 2 ni keltirib qo'ysak, 2a minus 4 teng 0 bo'ladi. Mana bu y ni ham o'rniga 2 ni qo'ydim. Shunda 2a minus 4 teng 0. Bundan a teng 2. A ham 2 chiqyapti. Ya'ni bu yerda e'tibor qarating. Yaxshi misol, bu yerda chalg'ituvchi joylari bor. Uni tushuntirib ketdim sizga. Mana bu A va B kesmada yotadi. Mana bu to'g'ri chiziqlarni kesishish nuqtasi deyapti. Endi men shuni ishlayapman. Demak, A va B nuqtalaridan to'g'ri chiziq o'tqizsam, ana bu 3x minus y minus 4 to'g'ri chizig'im va ax plus y minus 6 to'g'ri chizig'imni kesishish nuqtalari shu to'g'ri chiziq shu kesmada yotadi deganda, shu to'g'ri chiziq bilan kesishadi deb o'ylab olyapman. Demak, ana bu 3 ta to'g'ri chizig'im bir nuqtada kesishadi degan shart chiqib qolyapti. Undan mana bu funksiya bilan mana buni sistema qilib x y ni topyapman. Mana bu yerga olib kelib qo'ysam, a chiqyapti. Bu yerda endi o'zim o'ylab turgan ideya juda oddiy. Albatta tushunmagan bo'lsangiz, azizlarim, ustozlaringizdan so'rab o'rganib olishingiz mumkin bemalol. O'zim tushunib turgan ideya juda oddiy-ku. Endi buni mana bu planshetda endi qanday darajada yaxshi tushuntira oldimmi, yo'qmi, aniq bilmayman. Ikkinchi, n'ning qanday qiymatlarida ana shu to'g'ri chiziqlarning kesishish nuqtasi ox o'qida yotadi. To'g'ri chiziqlarni kesishish nuqtasi deylik, mana bu ox o'qi. To'g'ri chiziqlarni kesishish nuqtasi ox o'qida yotsa nima bo'ladi? Endi kesishgan nuqta ox o'qida yotsa, shu x o'qida yotgani uchun u yerda y 0 bo'ladi. Bo'ldi, mana bu to'g'ri chiziqlarni y ni o'rniga shunday 0 ni qo'yib soddalashtirib olamiz. Y ni o'rniga 0 ni keltirib qo'ysak, 2x plus 8 plus 2n teng 0 bo'ladi. Mana bu yerga ham y ni o'rniga olib kelib 0 ni qo'ysak, 3x plus n plus 4 teng 0 bo'ladi. Endi bu sistemani ishlab qo'yishimiz kerak. Bu yerda n ni so'rayapti. N, bu ham n. Xo'p, demak, menda 4 xo'p, qaysi biri n, qaysi biri 4 bilmay qoldim. O'zi yozuvim shuda, mana xunuk yozsa. Bu yerda 3x plus n ekan, bu n, mana bu yerda plus 4 ekan, mana. Bo'ldi. Endi n ni topish kerak. Endi xohlasangiz, endi birinchi x ni topib keyin qiling, mana minus 2 ga ko'paytirib qo'shib yuborsak, minus 2 ga ko'paytirsak, mana bu minus 2n bo'ladi-da, bular qisqarib ketadi. Minus 6x bo'ladi, qo'shsam minus 4x bo'ladi. Minus 8 bo'ladi bu. Qo'shsam teng 0, bundan x teng 0.
Xo'p, x ni o'rniga olib borib 0 ni qo'ysak, x ni o'rniga olib borib mana bu yerga 0 ni qo'yib yuborsak, undan 2n plus 8 teng 0 bo'lib qoladi. Undan n teng -4. Demak, ox o'qida yotdi degani uchun y ni o'rniga 0 ni qo'yib yubordik. Bo'ldi. Xo'p, 3-misol. Mana shu to'g'ri chiziq deyapti. Ox o'qiga parallel deyapti. Demak, to'g'ri chiziqni ox o'qiga parallel bo'lsa nima bo'ladi? Shu ox o'qi unga parallel bo'lishi uchun mana shu ko'rinishdagi to'g'ri chiziqlar bo'lishi kerak. Demak, qanaqadir y teng qanaqadir sonda y teng 3 yoki y teng deylik mana -2 degan to'g'ri chiziqlar bo'lishi kerak. Demak, y teng 3, y teng qanaqadir -2 degan to'g'ri chiziqlar chiqishi uchun mana shu chiziqli funksiya nima bo'lishi kerak? Uni x ni oldidagi koeffitsient bor-ku, deylik mana ax plus deylik mana by plus c tengdir. Shu ko'rinishdagi parametrlik chiziqli funksiya beryapti. Deylik chiziqli funksiya. Xo'p, azizlarim, ox o'qiga parallel bo'lish uchun y teng qanaqadir son chiqib qolish kerak. Uning uchun ana bu x ni oldidagi koeffitsient 0 bo'lib ketishi kerak mana. X ni oldidagi koeffitsient 0 bo'lib ketsa, bu yerda y ni topsak, c u yoqqa minus bo'lib o'tadi-da, y barobar -s taqsim b degan. Tushunyapsizmi fikrimni? Y teng minus deylik, b manfiy bo'lishi mumkin, c manfiy bo'lishi mumkin. Biz bilmaymiz. Qanaqadir y teng son u xuddiki x o'qiga parallel bo'lib qoladi. Demak, x o'qiga parallel desa, x ni oldi 0 bo'lib ketishi kerak ekan. Eslab qoling. Oddiyroq tushuncha shu. Umumiy holatda ham ishlab ko'rsatib berdim. Demak, x ni oldi mana bu yer 0 bo'lishi kerak ekan. Xuddi shuni 0 ga tenglab ishlasak, keyin o'rniga borib tekshirib qo'yamiz. K kvadrat minus k minus 6 teng 0 bo'lishi kerak bundan. Bundan 3 minus 2, ikkita k ni ikkita qiymati chiqdi. K ni o'rniga 3 ni olib borib qo'ysak, bu yer doim 0 bo'lib ketaveradi. Qolgan k ni o'rniga 3 ni olib borib mana bu yerga qo'ysak, qavsning ichiga qarang. 0y minus 7 teng 0 bo'lib qoladi. U 0y deganim 0. Minus 7 teng 0 bo'sh to'plam. Demak, mana 3 qanoatlantirmas ekan. Demak, 3 qanoatlantirmadi. Demak, bizda javob -2 bo'lib qoldi. -2 ni olib borib qo'ying, qanoatlantiradi. Qavsning ichiga -2 ni qo'ysangiz, -2 ni kvadrati 4, 4 minus 9, minus 5y minus 7 teng 0 bo'ladi. Bundan y ni topsak, -7 taqsim 5. Как раз x o'qiga parallel. Xo'p, azizlarim, demak, bizda nima chiqdi? -2. 3 qanoatlantirmadi. Tekshiruv ham qo'yishingiz kerak. Esingizdan chiqmasin. Demak, 4-inchisi. Ana shu to'g'ri chiziqdagi nuqtaning absissa va ordinatasi yig'indisi 6 ga teng deyapti. E'tibor bering, shu to'g'ri chiziqdagi nuqta deyaptimi? Shu to'g'ri chiziqdagi nuqta desa, masalan, x, y olib ketaverasiz. Shu to'g'ri chiziqdagi nuqta, ya'ni x u y. X ni o'rniga x ni, y ni o'rniga y ni qo'yib ketyapsiz deganda, shunchaki muammo yo'q. Bu yerda o'sha nuqtani koordinatasini e'tibor qarating, yana x 0, y 0 deb berib ketibdi. Siz x 0, y 0 qilib o'tirishingiz shart emas. Mana bu yerga olib kelib x 0, y 0 desangiz ham bo'laveradi. Undan oddiy. Shu to'g'ri chiziqdagi nuqta desa, bironta bir paraboladagi nuqta desa, x u y deb olib ketaveriladi. Demak, eslab qolsangiz, oddiyroq ishlaymiz. Demak, x 0, y 0 deb o'tirishimiz shart emas. Demak, mana shu to'g'ri chiziqdagi nuqtam, mana shu x plus 3y minus 12 teng 0 to'g'ri chiziqdagi nuqtaning absissiyasi va ordinatasi yig'indisi deyapti. To'g'ri chiziqdagi nuqta qanaqadir x u y bo'ladi doim. Shuni absissiyasi x, ordinatasi y. Absissiya va ordinatasini yig'indisi deyapti. 6 ga teng deyapti mana bu shartda. Demak, bundan bo'ldi, mana ikki sistema qilib ishlab qo'yishimiz kerak. Ya'ni, xohlasangiz x ni topib bu yerdan x ni o'rniga 6 minus y ni qo'yib yuboring mana ga olib kelib. Mana x teng 6 minus y. Bu yerdan noma'lum topib yuqoriga borib qo'yib yubordim. Mana bu yerdagi x ni o'rniga 6 minus y ni qo'yib yubordim. Shunda 6 minus y plus 3y minus 12 teng 0 bo'ladi. Bundan 2y teng u yoqqa o'tib ketsa 6, y teng 3. Adashmasam shunday. Y ni o'rniga 3 ni olib kelib qo'ysak, mana bu yerga y ni o'rniga 3 ni qo'ysak, x plus 3 teng 6, bundan x teng 3. X ham 3. X ham y ham 3. Endi bizga mana shu to'g'ri chiziqdagi nuqtaning absissa va ordinata yig'indisi 6. Bu nuqtaning koordinatalari x0 va y0 deb beruvdi-ku. Endi mana topib bo'lgandan keyin siz ham nolchalarni qo'yib qo'yaverasiz. Shu topganingiz x u y emas, u x0 u y0 ekan. Demak, x0 3, y0 3. Mana bu yerga o'rniga olib hisoblab qo'yamiz. 3 plus 3 kari 3 bo'ladi. Shunda 12.
Xo'p, azizlarim, endi bir yaxshilab qayta ko'rsangiz juda oddiy usullarda tushuntirishga harakat qilyapman. Chunki deylik mana qiyinroq usulda qanday tushuntiraman? Qiyinroq usulda bo'lsa kam gapiramanda, unda sizlarni fikrlashingiz juda qiyin bo'lib ketadi. Yana aytyapmiz. Shuning uchun soddaroq iloji boricha usulda tushuntirsam, sizlarga sal fikr qo'shiladi. To'g'ri chiziq O Y o'qiga parallel. Hali aytgan misolim, demak endi O Y o'qiga parallel deyapti. O Y o'qi shu o'q. Demak bunga parallel bo'lsa mana bu ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni x teng misol 2 yoki x teng -1 degandek. Demak unday chiqishi uchun naborot endi mana ax plus by plus c teng 0 mana ko'rinishdagi parametrli chiziqli funksiya bergan bo'lsa, demak bu O Y o'qiga parallel bo'lishi uchun y ni oldin 0 bo'lishi kerak. Y ni oldidagi koeffitsient 0 bo'lishi kerak. Bu yerda y ni oldida mana bu turibdi. Shuni 0 ga tenglab ishlaymiz. K kvadrat minus 7k plus 6 0 ga tenglab ishlasak, y ni oldi 0 bo'lib kelsa, shunda nima qoladi? Ax plus c teng 0. Bundan x teng minus c taqsim a degan qanaqadir y o'qiga parallel chiziq chiqadi, mana umumiy holatda. Demak y ni oldidagi koeffitsient 0 qilib yuborishimiz kerak ekan. Demak bundan 0 qilsak ikkita ildiz chiqadi. K kvadrat minus 7k plus 6 teng 0. Yig'indisi 7 ga, ko'paytmasi 6 ga. Demak 6 yu 1. Ikkita k chiqdi. Olib kelib tekshirib qo'yamiz. 6 ni qo'ysam k o'rniga. 6 ni qo'ysam 36 35x bo'ladi. K o'rniga 6 ni qo'ysak, bu qavsning ichi endi kerak emas, 0 bo'lib ketadi. K o'rniga 6 ni qo'ysak 35x minus 9 teng 0. Bu qanoatlantiraveradi mana 35x minus 9 teng 0. Bundan x teng 9 taqsim 35. Bu rostdan ham y o'qiga parallel. Uni ko'rsatdik mana 9 taqsim 35. Mana y o'qiga parallel bo'ladi. Endi k o'rniga -1 ni olib kelib tekshirib qo'ysakchi. K o'rniga -1 ni olib kelib qo'ysak mana bu yerga. -1 ni kvadrati 1, 1 -1. X ni oldi ham, ikkisini oldidagi koeffitsient ham 0 bo'lib ketadi. Ya'ni bu ham 0, bu ham 0. Bu yoqda -9 qoladi. Ya'ni 0 plus 0 minus 9 teng 0. U tengmas-ku, bo'sh to'plam. Ya'ni bittasi qanoatlantiryapti 6. Ikkitasi ham qanoatlantirishi mumkin keyinchalik. Hozir bizda bittasi qanoatlantiryapti. K ni qiymatini toping degan. Albatta 6. Mana bu ikkitalik javob ham turibdi-da, D javobda. Ehtiyot bo'lib ishlashingizni tavsiya qilamiz. Xo'p. O'sha. Azizlarim, shu fikr albatta inshaalloh. Mana yana hech yo'q yarmini ishlab olaylik. Shunda IDC ni ishlash kerakmi, ishlamasa ham sertifikat olsa bo'ladimi degan savollarga Telegram kanalimizda yozdik. Mana bu Telegram kanalimizni yana aytamiz. Mana Telegram kanalimiz. Telegramga kirib poiskka bosasiz. IDC kichkina bilan. IDC tak chiziq, mana bitta tak chiziq. Yechim oddiy. Shunday qilsangiz biz kanalimizga kelib chiqadi. Yoki mana shu videoni opisaniyasida ham Telegram kanalimizni qoldiramiz azizlar. Xo'p. 6-misol. To'g'ri chiziq deyapti mana. fx barobar m plus 2x kvadrat plus m minus 1x plus k. To'g'ri chiziq -4 3 nuqtadan o'tsa fm ning qiymatini toping deyapti. Ko'pchilik bu misolni bir ko'rganda xato misol x kvadrat bo'lmasligi kerak, misolda xatolik bor deb o'ylaydi. Endi shartda aytib turibdi. Demak to'g'ri chiziq deb turibdi. Demak bu to'g'ri chiziq bo'lishi uchun ana bu x kvadratni oldidagi koeffitsient 0 bo'lishi kerak-da. Chunki x kvadrat yo'q bo'lishi kerak bu yerda. Demak, ana bu m plus 2 teng 0 bo'lishi kerak. Bundan m teng -2. M ni o'rniga -2 ni qo'yib, to'g'ri chizig'imni yozib olaman. Yani fx teng m ni o'rniga -2 qo'ysam, bu yo'qolib ketadi. -2 qo'ysam -3x plus k mana to'g'ri chiziq, rostdan ham to'g'ri chiziq ekan. Demak -4 3 nuqtadan o'tyapti. Demak x ga -4 ni, y ga 3 ni qo'yamiz. Demak x ga -4 ni, y ga mana y taraf chap taraf. Bunga 3 qo'ydim, x ga -4 qo'ydim. -3 karra x ga -4 qo'ysam 12 bo'lib ketadi ko'payib. X o'rniga -4 qo'ysam 12 plus k bo'ladi. Demak k ni so'rayapti. K teng -9, 12 chapga o'tdi. Shundaymi adashmasam? Yo'q, k ni so'ramayapti ekan. Fm ni so'rayapti ekan. Demak k teng -9. Demak, bundan k teng -9 bo'lsa, to'g'ri chizig'im y barobar -3x -9 shu ekan. Demak, fm ni qiymatini so'rayapti. Bizda m teng -2 chiqdimi? -2 ni bu yerga olib borib qo'ysak, f -2 ni so'rayapti. F -2 ni. Uzr, mana bu yerda y qilib yozib olaman. Farqi yo'q, mana fx qilib olsak bo'laveradi.
x'ni o'rniga -2 qo'yishim kerak. -2 qo'ysam -3 kari -2. 6 -9. Demak, javob -3 chiqar ekan. fmni qiymati, ya'ni f -2 ni qiymati -3. Davom etamiz. X kvadrat minus y kvadrat minus 6x plus 6y teng 0. Geometrik o'rni ikkita to'g'ri chiziqdan iborat bo'lsa, shu to'g'ri chiziqlar kesish nuqtasining koordinatalarini toping deyapti. Demak, mana shu deylik ifodaning geometrik o'rni ikkita to'g'ri chiziqdan iborat ekan. Keyin biz uni ko'paytiruvchilarga ajratib olaylik. Birinchi kelgan g'oya. Demak, buni x minus y x plus y ko'rinishida yozib olamiz. Minus 6 ni qavsdan chiqarsak x plus y x minus y uzr. X minus y qoladi. X minus y teng 0 da. Chunki buni x minus y x plus y qildik. Mana bu yerdan minus 6 ni qavsdan olib chiqdik. Minus 6 ni olib chiqsak, bu yerda x minus y qoladi. Bir xil ko'paytirishni qavsdan olib chiqib ketamiz. X minus y ni oldik qavsdan. Olsak, bu qavsning ichida x plus y qoladi. Bu yerda minus 6 teng 0. Mana. Ana shu ifodaning geometrik o'rni ikkita to'g'ri chiziqdan iborat deyotgandim. Mana ikkita to'g'ri chiziq tayyor. Bittasi mana buni ichkari 0 ga tenglab olsak, bittasi y teng x to'g'ri chizig'im, ikkinchi to'g'ri chizig'im mana tayyor. Shunday turaversa ham bo'laveradi. Bundan ham 0 ga tenglab y ni topib qo'ysak bo'laveradi. Y teng minus 6 u yoqqa plus bo'lsa 6 minus x. Yoki mana shu qavsning ichini 0 ga tenglayapmiz. Azizlar, x plus y xohlasangiz mana shunday yozing mana. Birinchisini x minus y teng 0, bu ham to'g'ri chiziq. Ikkinchisi x plus y minus 6 teng 0. Shu to'g'ri chiziq. Shu to'g'ri chiziqlarni kesishish nuqtasining koordinatalarini toping deyapti. Shu kesishar ekan, demak, sistema qilib ishlab olamiz. Kesishda qo'shib olamiz. Ylar ketdi. 2x minus 6 teng 0, 2x teng 6, x teng 3. Demak, x ni o'rniga 3 ni olib borib qo'ysak, mana bu yerga olib borib qo'yasizmi? Shu yergami x ni o'rniga 3 ni qo'ysangiz, y ham 3 chiqadi. Nima uchun? Chunki mana bu yerda men birala qavsning ichini 0 ga tenglab funksiyani topib yozayotgandim. Y teng x, y teng 6 minus x chiqdi. Y ni o'rniga olib borib mana bu yerga x ni qo'ysak, x teng 6 minus x. Baribir bir xil yechimlar chiqadi. Demak, 3 ekan kesishish nuqtasi. Hozir bu yerda ideya ko'paytiruvchilarga ajratib, shu ikkita to'g'ri chiziqdan iborat degan narsani tushunib olishdi. Mana ikkita to'g'ri chiziq chiqdi. Bittasi mana bu x minus y, birinchi qavs to'g'ri chizig'im, ikkinchisi mana bu ikkinchi to'g'ri chizig'im, x plus y minus 6. Ulardan birdaniga mana bu y ni topib yozib oldim. Mana bu yerda ham. Endi keyinchalik tushunmagan bo'lsangiz deb har birini alohida shu x minus y ni mana bu yerga olib kelib yozdik. Ya'ni ikkita chiziqli funksiyani, ya'ni to'g'ri chiziq tenglamasini. 8. Aniq qanday qiymatlarda to'g'ri chiziqlar kesishadi. Buni biz kecha kuni aytib o'tdik. Bunda kecha darsimizda x ni oldida a turibdi. Buni x ni oldida 3 turibdi. A taqsim 3 teng. Buni y ni oldida minus 2 turibdi. Buni y ni oldida plus 4 turibdi mana ishora bilan. Bu teng bo'lib qolsa, bo'sh to'plam bo'lib qoladi. Teng emas qilsak, yagona yechimga ega bo'ladi. Ya'ni to'g'ri chiziqlar kesishadi yoki tenglamalar sistemasi yagona yechimga ega degan shart bir xil dedim. Tenglamalar sistemasi yagona yechimga ega degani o'sha to'g'ri chiziqlar kesishadi degani bilan bir xil ma'noda ketaveradi. Shundan mana 3 ni bu yoqqa ko'paytirish qilib o'tsak, minus 6 taqsim 4 bo'ladi. A teng emas, minus 6 taqsim 4 ga. Demak, javobda 2 ga qisqartirib yozib qo'yibdi. A teng emas, minus 3 taqsim 2 edi mana. 2 ga qisqartirib qo'yibdi shuni. Xo'p, azizlarim, 9 ga keldik. Mana nuqtalar orasidagi masofani toping. Bizga ikkita nuqta berib qo'ysa, mana qanaqadir deylik. Bo'pti, mana x1 y1 va x2 y2 ikkita nuqta berib qo'ygan bo'lsa, x2 y2. Shu ikkita nuqta orasidagi masofa, ya'ni eng qisqa masofa demoqchi. Ikkita nuqta orasidagi masofa d. Shunda qanday topamiz? D barobar ildiz ostida x dan x ni ayiramiz. x2 minus x1 ning qavs olib kvadrati plus y dan y ni ayiramiz. y2 minus y1 ning qavs olib kvadrati mana. Mana shu ifoda ikki nuqta orasidagi masofa formulasi. Shunday qo'yib qo'yamiz mana. D barobar mana birdaniga ildiz ostida mana x dan x ni ayiraman. Men bunaqasiga ayirdim, farqi yo'q. 2 dan minus 2 ni ayirsam 4 bo'ladi. 4 ning kvadrati plus 7 dan 4 ni ayirsam mana y dan y ni ayiraman. 7 dan 4 ni ayirsam 3 kvadrati.
Mana bu formulaga qo'ydim, kvadrati bor. Ayirib kvadratga oshiramiz. Baribir bir xil chiqaveradi. U 5 chiqadi. C javob. Pifagor sollari yodlab olgan bo'lsangiz kerak. 25 dan 5 chiqadi. Demak, 10-misol. Shu nuqta 2 va 4-chorak bissektrissasida yotsa, deyapti. Shuni tushuntirib ketay. Azizlar, biron bir nuqta yoki nuqta deylik, 2 va 4-chorak bissektrissasida yotsa, deyapti. Bissektrissasida yotsa, demak, bissektrissa burchagi teng 2 ga bo'lganligi uchun bu burchak bilan bu burchak teng bo'lib qoladi va shu bilan, ya'ni y bilan x ning qiymati bir-biriga teng bo'lib qoladi. Ya'ni 2 va 4-chorak deyish shart emas. Umuman bissektrissada yotsa desa, shu x bilan y ga teng bo'lib qoladi. Yodlab qoling, chunki bu burchak 90 bo'lsa, mana 90 bo'lsa, bissektrissa 2 ga bo'ladi-da, bu 45 dan bo'lib qoladi bu ikkita burchak. Mana bu y, mana bu x teng bo'lib qoladi-da. Mana x bilan y ning qiymatini y bilan x 45 qarshisida y turibdi, 45 qarshisida x turibdi. Umuman to'g'ri chiziq deydimi, shu nuqta deydimi, bissektrissada yotsa deb qolsa, birinchi chorak, 4-chorak bissektrissasi haqida gap ketsa, e'tibor qaratinglar. Birinchi chorak, sal kattaroq chizmasam juda bo'yalib ketdi. Mana ko'ngil g'ashit bo'lsa, deylik, yana sal kattalashtirib olayman. Katta qilib chizib tushuntiraman. Demak, shu nuqta 2 va 4 degan ekan. Mayli, men 1 va 3 deb ishlabman. Mayli. Mana bissektrissa 1 va 3-chorak bissektrissasi nuqta 1 va 3-chorak bissektrissasida yotsa deb savol bergan bo'lsin shu yerda. Demak, shu bissektrissa 1 bilan 3-chorakning bissektrissasi. Demak, unda nima bo'ladi? Bu yer 45 bo'ladi. Jami 90. Bu taraf ham 45. Demak, nuqtam qandaydir A nuqta deyapti-ku, shuni men M nuqta deyman. Nuqtam 1 va 3-chorak bissektrissasida yotibdi mana shunda. Nima bo'ladi shunda? U nuqtamni x ga qarayman, mana. Shu nuqtamni y ga qarayman. E'tibor qarating, nima bo'ladi? Bu yer 45 bo'lgani uchun bu yer 90, 45 90 bo'lsa, bu ham 45. Bu qanaqa? Bu teng yo'lli to'g'ri burchakli uchburchak. Bu 90 gradus. Ya'ni bu 45 ning qarshisida x turadimi? Bu 45 ning qarshisida y turadimi? Uchburchakda teng burchaklar qarshisida teng tomonlar turadi. Bu 45 ning qarshisida y turadi. Demak, mos teng burchaklar qarshisida teng tomonlar turadi yoki teng yo'lli to'g'ri burchakli uchburchakda yon tomonlar teng bo'ladi. 90 gradusga yopishgan yon tomonlar. Y bilan x teng bo'lib qolyapti hozir shu joyda. Y teng x deb ishlab ketaverasiz. Demak, 1 va 3-chorak bissektrissasi desa, y teng x deb ishlab ketaverasiz. Chunki 3-chorakda ham y teng x bo'ladi, faqat oldilarda minusi bo'ladi. U minuslari yana qisqarib ketaveradi. Demak, 1 bilan 3 desa, y teng x, yodlab keting shuni. Agar shu 2 bilan 4-koordinata burchagining bissektrissasi desa, 2 bilan 4-chorak desa, e'tibor qarating. Uni y ga qarasam, y musbat, x manfiy bo'lardi. Lekin mana bu bissektrissasida yotgani uchun qanaqadir nuqtam. Yana bu burchak 45 bo'lib qoladi, bu bissektrissa bo'lib. Bu 90 qaraydi, bu ham 45. Yana mana bu teng yo'lli bo'lib qoladi. Ya'ni y bilan x teng, faqat y musbat, x manfiy bo'lgani uchun 2-chorakda e'tibor qarating. Y barobar minus x deb qo'yasiz shuni. Demak, 1 va 3-chorak bissektrissasida yotadi desa, y teng x deb ishlar ekanmiz. 2 va 4-chorak bissektrissasida yotadi desa, 4-chorak desa, y teng minus x der ekanmiz. Chunki 2-chorakda x manfiyda, oldiga bitta minus qo'ysak, mana y musbat chiqadi. Shunda ikkovi ham musbat bo'lib teng bo'ladi. Demak, bizning misolimizda e'tibor qaratinglar. Bizning misolimizda mana sal kichkinalashtirib olaylik endi. Bizning misolimizda nima deyapti? A nuqta 2 va 4-chorak bissektrissasida yotadi deyapti. Demak, 2 va 4 desa, y teng minus x deb ishlaymiz. Ya'ni bu x bu x bu y midi? Demak, y teng minus x deb ishlashimiz kerak. Ya'ni boshqacha qilayotganda minus x bu yoqqa o'tqizsak, y plus x teng 0 desak ham bo'laveradi. Ya'ni x ga y ni qo'shsak 0, bu x ga y ni qo'shsak 0 deb ishlasak ham bo'laveradi. Undan shu y teng minus x deb. Ya'ni y 5 minus a, farqi yo'q, ikkovi ham teng minus x ga. Demak, x a minus 4, oldiga minusini qo'ydim, a minus 4. Shuni ishlab qo'yish kerak. Yoki farqi yo'q, ikkovini qo'shib 0 ga tenglasangiz ham bir xil ma'noni beraveradi. Demak, minusni ta'sir qildirasiz.
Demak, bu minus a plus 4 bo'lib ochiladi. Minus a bu yoqqa 2a ekan azizlar. Mana bu yerda 5 minus 2a ekan. Minus a bu yoqqa plus a bo'lib o'tsa, chapda minus a qoladi, o'ngda minus 1. Demak, a teng 1. Demak, a ning qiymatini so'rayapti. Demak, bizda a teng 1 chiqdi. Adashib ketmagan bo'lsam, demak, a teng 1 chiqyapti. Xo'p, bu C javobda. Hozir bunday tekshirib ko'raylik-da. A teng 1 to'g'ri. A teng 1 chiqar ekan, demak, adashmadik shekilli. Endi azizlar, IDC ishlash kerakmi yo boshqa to'plamlar ishlasa ham bo'laveradimi? Yo IDC bilan yashasa bo'ladimi degan savolga kechagi Telegramda keltirgan savolimizga javob berib ketsak. Xo'p, IDC ishlasangiz nima ekan? Mana IDC ni ishlab ko'rib, biz ham tahlil qildik. IDC ni deylik foydasi haqida. Foydasi albatta 120%. Foydasi juda ko'p, chunki yangiliklar ko'p. Keragidan ham ko'p. Foydasi ham shunda-da. Sertifikatga kirsangiz ham deyarli tushgan misol IDC dan bo'lib chiqaveradi. Endi sertifikatni IDC dan ko'chiryapti degan gapdan yiroqman, lekin IDC da ishlagan misollaringiz ko'pi sertifikatga o'xshash chiqaveradi. Endi misol to'plam ishlasakchi, oq to'plam ishlasakchi, shu uzoq to'plam, mana oq to'plam ishlasakchi. Oq to'plam ishlasangiz ham azizlarim, oq to'plam ishlasangiz ham, agar yaxshi ishlab chiqsangiz o'quvchingiz, deylik, bemalol mana oq to'plam ishlab chiqib, bemalol olaveradi A gacha. A sertifikatgacha olaverar ekan, mana o'zimizda ishlab chiqib olyapti. IDC ishlatganim yo'q o'quvchilarimga, ya'ni o'zimning o'quvchilarimga aldamayman sizlarni. Ishlataman hali, chunki yechimlarni tayyorlab olsam oxirigacha, keyin o'zimning video yechimlarimni ko'radi. Chalg'itmaymiz. O'zim tushuntiraman mavzularni, o'zim ishlataman. Hali buni qismlarini ham inshaalloh, agar bizdan oldin kimdir yechim qilib qo'ymasa, qismlarni ham yechim qilamiz. Masalan, tashqariga chiqib turing, video dars yozyapman-da. Xalaqit beryapsiz. Ha. Chiqib turing, men chiqaman. Keyin ikkalamiz o'ynaymiz, ha? Xo'p. Ha, shunday. Xo'p. O'g'ilcham kirib qolyapti. Endi o'yin qaro, yoshi endi 5 yosh. O'ynaylik deb kirib kelyapti albatta. O'ynaymiz hali. O'g'limiz bilan ham, qizimiz bilan ham shu yarim soatmi, 15 minutmi o'ynasangiz o'ynagan bo'lib qolaverasiz. Farzandlarga ham e'tibor berib turishimiz kerak. Demak, IDC to'plami foydasi haqida gapirsak, 120%. Keragidan ortiqcha narsa bor. Albatta, yaxshi taraf ham bor, buni yomon tarafi ham. Qiyin misollar deyarli hech qanaqa bir olimpiadadagi ham foydasi yo'q, boshqaga ham. Chunki olimpiada yo'nalishida hammasi qiyin misollar. To'g'risini aytaveraman. Olimpiadaga foydasi ham yo'q uni, qiyin misollarni. Shunchaki bolani o'zini kuchayish uchun. Deylik, oq to'plamda endi taqqoslasak milliy sertifikatga 80%. Deylik, o'sha uzoq to'plam sizlar bilgan uzoq fizika to'plami eslasalar, shuni matematikasi. Kimdir oq to'plam deydi, kimdir tematika deydi. Shu o'shalar. Endi DTMdan tushsangiz mabodo agar deylik 2019, 2020, 2021, mana tushayotgan 2020 va hokazo 2024 gacha mana DTM Davlat test markazi chiqib kelyapti, o'zi tayyor kitobchalari. Shundan ishlatsamchi desangiz, bundan ishlatsangiz ham bola ko'p chalg'iydi. Deylik, sertifikatni agar shu DTMlarni to'la ishlatib chiqsangiz bolaga, mana shu DTMlardan to'la ishlatib chiqsangiz, deylik, DTMdan foydasi qancha desangiz, bundan DTMdan lekin ancha foyda bo'ladi bolaga. Bundan ham ancha foyda bo'ladi. Lekin DTMda chalg'ituvchi yo'nalishlar ko'p bo'lganligi tufayli chetlash yuqori bo'ladi mavzudan. Bunda ham deylik 1000 DTMda yangiliklar ko'p, yaxshi deganingiz bilan DTM ishlatsangiz bolaga, biz o'tgan yil ishlatib ko'rdik. Deylik DTMda 60% foyda bo'ladi, foyda. DTM ishlatgan o'qituvchilarda milliy sertifikat olish darajasi, bu o'quvchini darajasini aytyapman. Shuning uchun milliy sertifikatga o'qiyotgan o'quvchingizni IDC dan tayyorlamang, ko'proq chalg'ib qoladi. Yana mana sizga u o'quvchining darajasiga bog'liq. Men 0 bolani aytyapman. Shunday matematikani 2-3 oy o'qitib, shu mana bu o'q to'plamga tushirib yuborib, birinchi topshirganda shunday qiling. Birinchi topshirganda hech kim IDC mana bu IDC deganda mana shu biz ishlayotgan testini ishlatmang. Bu juda chalg'itib qo'yadi bolani.
uni o'zini birinchi qism kitoblari bor. IDC birinchi qism, ikkinchi qism, uchinchi qism. Men uni gapirmayapman. Agar uni gapiradigan bo'lsam, bunda ham juda chalg'ituvchi sabablar bor. Buni ham ishlashni tavsiya qilmayman. E'tibor qaratib turing yana. Yangi kelgan bolaga sertifikatga o'qitmoqchi bo'lsangiz, oddiy matematikani o'zingizni qo'llanmangiz bor. Misol deylik, xuddi majburiy fan nuqtasi-ku. Shunday qo'llanmadan 1-2 oyda tayyorlab olasizda. Keyin oq to'plamga tushiring. Oq to'plamga tushirgandan keyin azizlarim, oq to'plam shunday ishlasin, ishlab chiqsin. U sertifikatga shunday kirib chiqadi-da, bemalol C+ ko'tarib chiqadi. Chunki o'zimiz o'quvchilar ham shunday bilyapti, C+. Zo'r tugatish shart emas oq to'plamni. Oq to'plamni zo'r tugatgan bola bemalol B+ olib chiqadi. Endi uni o'qituvchisi esa bemalol A+ olib chiqadi. Ya'ni yana oldin ham aytganman, faqat IDC ishlasa A+ oladi degani emas. Chunki shu IDC ni mana biz ishlaganmiz-ku, sertifikatda foydasi bo'lyaptimi? Deylik, uni biz shu IDC ni ishlamaganimizda ham inshaalloh sertifikatdan yaxshi to'plab chiqardik. Mana shunday demoqchiman. Biz ham faqat oq to'plam, endi oq to'plam emas, men o'zi oq to'plam ishlaganman, deyarli bir xil misollar 99%. Men 96-2003 ishlaganman, ko'pchilik oq to'plam 96-2007 ishlaydi. Deylik bir xil. Shuning uchun sizda tartib bo'lsin mana. U kelgan bolaga qarang darajasiga. Yangi kelgan bolaga birinchi xuddi majburiylarga o'rgatganday bir oymi, shu matematikani bir yo'q 3dan 1ni tushuntirib olib, keyin oq to'plamga tushirib olish kerak. Shunda u bola oq to'plamni 2 marta takrorlab chiqsa, bemalol B+ holatgacha, ya'ni A holatgacha oladi. Agar mock ishlatsangiz bo'ldi. Hozir gap mockda bo'lib qoldi xolos. Sertifikatda mana hozirgacha 9-10 ta sertifikat testi chiqdimi, originali, ichkarida tushgan. Shu 10 tasini yaxshilab ishlating. Oxirgi 10 kun qolganda video yechimlari bilan polni o'zingiz full obzor qilib ishlab bering. Undan oldin deylik sertifikatga 20 kun qolganda o'zi boshlang harakat. Har kuni bolaga bittadan mock test chiqarib bering. Telegramda ham o'sha sertifikatga yaqin mock test bo'lsin u. Endi qanaqa mock testlar tavsiya qilasiz desangiz, mana men tavsiya qiladigan mock testlarim mana bu Azizbek Nuraliyev hamma taniydi. Ustoz, shu kishini testlari bor. Mana bu 40 talik chiqib ketdi-ku, o'zi PDF-ni tashlandi. O'shandan bir terib shundan hammasini emas, osonrog'ini iloji boricha osonrog'ini ishlating bolaga. Qiyinrog'ini ishlasa foydasi yo'q. U testlar ham ba'zilari qiyinroq kelib qolgan. Endi tuzish oson emas. Azizbek Nuraliyev ustozni testlari endi tuzatgan testlarni endi tahlil qilib ko'rdimda. Shulardan ko'proq foyda bo'ldi. Shularni ham osonlari, bunday qarang testda qiyin tushuncha ko'p bo'lsa, osonroqlarini o'zingiz bilasiz-ku. O'quvchilaringizga bering, bo'ldi. Shundan bir 10 ta ishlasin. Keyin oxiri 10 kun qolganda kuniga bittadan original tushgan testlar ishlasin. Shu unga qo'shimcha ravishda qiyin mavzularni takrorlab berib turing. Ehtimol kombinatorika, to'plam, hosila, integral, trigonometriya bir kunda misol takrorlab formulalarni, qoidalarni berib turing bolaga, bo'ldi shu. Bemalol kirib A olib chiqadi inshaalloh. Endi A+ olish uchun lekin ko'p narsa ishlash kerak. Ko'p chalg'ish kerak bola. Ko'proq DTM testlarini ishlash kerak. A+ olish uchun. Shunda DTMda chalg'itadigan misollar ko'p-ku. Shunda bemalol milliy sertifikatga kirganda haligi chalg'itadigan savollarda bemalol urib chiqadi. Shunday azizlarim. Shu narsani sizlarga aytmoqchi edik. Mana qarz bo'lib qolib ketmasin. Faqat IDC ishlashim kerak ekan degan fikrdan yiroqmiz. IDC juda foydali, lekin sertifikatga emas, sertifikatga juda foydali emas. Ko'p ko'rgan testlaringiz IDC yig'ib olayotgan bo'lib chiqaveryapti. IDCda bor bo'lib chiqaveryapti. Shuning uchun hamma qiziqib qolgan. IDCda foyda 120%, lekin milliy sertifikatga emas. Milliy sertifikatga ancha chalg'itadigan befoyda misollari ko'p. O'zimni darajamni oshiraman, ya'ni yangilik o'rganaman deganlarga IDC ni tavsiya qilamiz. Lekin IDC o'qing sertifikat uchun degan fikrdan yiroqmiz. Lekin matematikani sertifikat olish uchun IDC testini ishlab chiqish shart emas ekan. Shuni tushuning mana. Sertifikat olishim uchun faqat IDC ishlashim kerak degan fikr yo'q. Yoki faqat oq to'plam ishlasa sertifikat olar ekan degan fikrim ham yo'q. Faqat DTM ishlasam yo'q. Bolangizni oldin o'qitib oling, 2 oy tayyorlab olib, keyin oq to'plamdan tushiring. Oq to'plam ishlab bo'lgandan keyin IDC ga tushiring. Ana bolangiz bemalol hammasidan tayyor bo'ladi, bemalol A+ A olib chiqaveradi. Shunday tayyorlang. Agar bola misol o'quvchingiz
tajribali bo'lsa, misol tajribasizroq bo'lsa, oq to'plamni o'zi bilan ham olaveradi. Shunchaki oxirida mock testda gap. 20 kun qolganda 10 ta, 20 ta shu mock test. 20 ta, 10 tasi haqqoniy tushgan mock testlar, ichkarida originali. 10 tasi shu tavsiya qilayotganim Azizbek Nuraliyev ustozi testlari. O'shani ham osonroqlarini terib bering bolaga. Bo'ldi, shu 20 tasini o'zi obzor qilsangiz, shu joyda 20 ta testda 55 tadan misol bo'lsa, ancha misol ketadi. Juda ajoyib tuzilgan ular ham. Yaxshi. Yoki mana o'zingiz ko'ryapsiz, mana Rustambek o'qish o'rayi degan kanalda ham ajoyib testlar beryapti. Sertifikatga darajasi yaqin. Shu esimdan ko'tarilibdi. Shu ham yaxshi tuzyapti testlarni. Demak, IDCda foyda ko'p, lekin milliy sertifikatga chalg'itadigan misollar ham ko'p, hali qiyinroq misollar ham ko'p. Milliy sertifikat uchun IDC ishlab chiqish shart emas. Oq to'plam ishlab bo'lgandan keyin nima qilishni bilmasa IDC ishlasin. Mana gaplarim bir-biriga to'g'ri kelsin. Oq to'plam ishlab bo'ldi, nima qilay? Keyin IDCga tushirib qo'ying. Bola yangiligi o'rganadi, lekin sertifikatga unchalik foydasi bo'lmaydi IDCni. Qachon bo'ladi? Oq to'plam yaxshilab ishlab, keyin IDCni ishlab bo'lgandan keyin, masalan, keyin foydasi bo'ladi. Hali IDCga tushirib qo'yganda foydasi bo'lmaydi. Bola chalg'ib, har xil misollar-ku IDCda. IDCni shu testini aytyapmiz, o'zimiz ishlayotgan qismini emas. Qismida ham shu yangiliklar ko'p. Ishlatib chiqqanda endi ozgina ko'p vaqt ketadi. Uni haligi 7-8 sinf o'quvchilar uchun ishlatib chiqib, deylik, keyin natija qilsa bo'ladi. Qism kitoblari zo'r, lekin u yerda ham haligi turli xil misollar bor. Sizga tushuntiradigan bo'lsam, har xil misollar bor-da qismlarda. Haligi sertifikatga bog'liq ham, umuman sertifikatga tushmaydigan ham darajadagi oson va qiyin misollar ham talaygina o'zimiz ko'rdik, ishladik, bolalar qiynaldi. Qiynalgani, bilgani o'tib ketdi ishlab. Aytmoqchimanki, osonroq kitobdan ishlatib olish kerak birinchi bolani 2 oy. Keyin oq to'plam, shu uzoq to'plamga tushirib qilsangiz o'zi 80% uzoq bemalol B+ A gacha olyapti. Endi A+ olish uchun jicha o'sha aytganimdek DTM yoki IDC ko'rish kerak bo'lyapti. Ozgina hali fikrlarni mustahkamlash uchun. Lekin IDCni o'zi bilan A+ oladi degani emas. IDC ozgina chalg'itib qo'yadi bolani. Shunday gazlar. Endi ko'p gapirgan bo'lsam uzr. Xo'p. Mayli endi. 10 tasini ishladik. Endi IDC ishlarkanman deb bunga ko'p ham yopishib olish shart emas. Shu to'plamdan chiqib keyin buni ishlang, tavsiyam. Bunda ham o'sha chalg'ituvchi misollar ko'p. Chunki biz ishladik, boshqa bo'ldi. Sertifikatda IDCni foizdan ko'ra shu baribir oq to'plamingizni foydasi yaxshiroq. Oq to'plam bilsa sertifikat ola olmaydi, u noto'g'ri. Shu oq to'plamni yaxshi ishlatsangiz bola o'quvchingizga bemalol mana A olib chiqyapti. Umuman IDC ko'rgan emas biz o'quvchilar. Nima uchun IDCni ko'rsatmoqchiman? Endi oq to'plam masalan ishlab bo'ldi deylik. Ishlab bo'ldi. Endi nachora, nima qilishni bilmay majbur IDC ishlataman-da. Haligi A+ olaman, maksimal olaman degan o'quvchiga rasa oq to'plam tugatib ola olmasa sertifikat, endi IDCda ish qolgan bo'ladi. Shu IDCni ishlataman. Agar olsa, shu oq to'plam bilan olib ketaveradi. Lekin IDC ishlamasdan ham A+ oldi. Xotirjam bo'ling. Odam o'ziga bog'liq xolos. Shunday uzoq ishlagan xolos, ya'ni oq to'plamni o'zini yaxshi ishlagan bemalol A+ oladi. Yaxshi ishlasa bo'l. Mana o'zimiz ham IDCni yaqindan boshlab ishlayapmiz. Endi yaqin deganim 1 yildan oshdi. Undan oldin misollar tashlashardi, ko'rardik, lekin ishlab chiqmaganmiz. Xo'p, shunday gaplar azizlar. Keyingi misolga to'xtalsak, demak, hammasini o'zini o'rni bor ekan. Bolani qiynash keragi yo'q. Shu to'plamni tugatib, ko'proq mock testlarda foyda. Bir 20-30 ta mock test ko'rsating, 10 tasi o'sha oxirgi tushgan originallari, mana haqqoniy tushganlari bo'lsin, oxirgi 10 kunlikda. Undan oldin 20 tasi deylik. Mana shu Azizbek Nuraliyev ustozini o'sha tuzayotgan mock testlari, u PDFlar chiqib ketgan, bilasiz. O'sha 40 talik variant. Tayyor mock testlar. Ularni ham osonrog'ini bering, terib shu. Yechimlari bilan bor, bemalol yechimini ham bolaga o'rgatsangiz bo'laveradi. Shu bizda shu foyda bo'lyapti ko'proq.
yana bor, boshqa testlar ham bor. Ularni terib olish kerak. Ko'p mock test bor Telegramlarda. Lekin deylik 10 tasidan 2 tasi kerak xolosda milliy sertifikat uchun. Qolgan 7 tasi qiyin yoki milliy sertifikatdan unchalik uzoq. Unaqa testlarni o'quvchingizga ishlatib o'tirishingiz shart emas. Unaqa testlarni ishlamang. Sertifikatdan darajasi uzoq bo'lgan testlarni ishlamang. Sizlarga sertifikatga darajasi yaqin bo'lgan testlarni mana o'zimiz mana shu IDC Telegram kanalimizga xudo xolasa mana yuqorida IDC yechim. Telegram kanalimizga mana sizni qiynamaslik uchun PDF holatini reklamalarsiz tashlab beramiz. Duo qilib qo'yasiz mana Ramazon oyida. Reklamasiz shunday oppoq list, shunday o'quvchingizga bu testlarni o'zim tuzganman deb berib yuborsangiz ham ishonib o'tiraveradi. Dahaji bilmaydi ham uni kim tuzganini ham, boshqani ham keyin ko'chira olmaydi hech qanaqa telegramlarga kirib. Oppoq holatda reklamalarsiz test tashlab boramiz IDC kanaliga. Shularni ishlatasiz o'quvchilaringizga. Biz ham o'zi sertifikatga yaqin darajadagi testlarni tashlaymiz. Oldi qoch testlarni bu kanalga tashlamaymiz, azizlarim. Xo'p, duo qilib qo'ysangiz bo'ldi. Xo'p, 11-misol. Y barobar 2x plus 3 funksiyani y dan 2 to'g'ri chiziqqa nisbatan simmetrik ko'chirishdan hosil bo'lgan funksiyani toping. Deylik, buni qoidasi bor. Buni ham YouTube kanalimizga azizlar videosini tashlaganmiz. Deylik, mana bitta tushuntirib ketaman. Y barobar fx funksiya berilgan bo'lsin. Ana shu fx funksiyani qanaqadir a yu b nuqtaga nisbatan simmetrik ko'chiring desa, e'tibor qarating mana. Barcha y-larni o'rniga yaxshilab qarang. Mana bu b ga e'tibor qarating. Barcha y-larni o'rniga 2 karra b minus y ni qo'yamiz. Barcha mana shu y ni o'rniga 2b minus y ni qo'ydim. Endi y ni o'rnida shu turibdi. Barcha x-larni o'rniga 2a teng, f atib turaveradi. Barcha x-larni o'rniga 2 karra a minus x qo'yamiz. Uni umumiy formulasi shu. Buni Telegram YouTube kanalimizda qilganmiz. Buni ham IDC taksis yechim kanalimizda ham ko'rishingiz mumkin. YouTube kanalimdan ham ko'rib olishingiz mumkin. Funksiyani nuqtaga nisbatan simmetrigi deb qidirsanglar YouTube kanalimizda rosa ko'p ko'rilgan videolardan biri. Shuni tushuntirganman 4-5 ta misol keltirib. Tushunib bemalol bu misolni ishlayverasiz. Bu yerda nuqta faqat y dan 2 ku. X yo'q-ku. Bizda ham x bor, ham y bor. Xo'p, demak x yo'q bo'lsa nima bo'ladi? Unda x ishlamaydi, x tarafga tegilmaydi. Faqat y tomoni ishlaydi formulani. Ya'ni e'tibor qarating. Barcha x-larning o'rniga 2 karra a minus x ni qo'yar ekanmiz. Barcha y-larning o'rniga 2 karra b minus y ni. Bu ixtiyoriy funksiya uchun to'g'ri ketaveradi. Demak, ketdik bizda. Y dan 2 deganmi? Demak, y bor 2. X yo'q, x ga tegmaymiz demak. Y tarafi bilan ishlayveraman mana. Barcha y-larning o'rniga nima qo'yaman? Mana e'tibor qarating mana. 2 karra b minus y ga qo'yaman. B esi yana 2 da. Mana. B'yim 2 da hozir mana shu B'yimda. Mana. X yo'q, x tarafga tegmaymiz. X yo'q bo'lsa x'lar tarafga tegmaymiz. Y ni beryapti 2 deb. Barcha y-larning o'rniga ana 2b minus y qo'ydim yana. 2b, 2 ni shunga ko'paytiraman 2 ga. Barcha y o'rniga 2 karra 2 minus y qo'ydim. X tarafga tegmayman. 2x plus 3. Chunki bu yerda x koordinatini bermaganda. Mana bu yerda x koordinatini bersa, x'larning o'rniga ham 2 karra a minus x qo'yib yuboramiz. Bo'ldi. X tarafga tegmadik. 4 minus y, yana 4 minus y teng 2x plus 3 ga. Bunda y topib qo'ysak, y teng 1 minus 2x. Ya'ni A javob. Bir minus B javob ekan, uzr. Boshqa usullari ham bor. Buni o'chiraylik, mana boshqa usulda ishlaylik. Adashib ketmagan bo'lsak shunday. Xo'p, endi hozir bu formulasi juda oddiy, lekin buni bilib olgan odamga juda vaqt ko'p ketmaydi, tushuntirishga ko'p ketadi xolos. Endi boshqa usuli bor. E'tibor qarating mana. Y dan 2 to'g'ri chiziqqa nisbatan simmetrik deyapti. Y o'rniga olib borib 2 ni qo'yasiz managa. X ni topasiz. Y o'rniga olib borib 2 ni qo'yib x ni topsak, x dan 1 taqsim 2 chiqar ekan. Ya'ni javoblarga x ga 1 taqsim 2 qo'ysangiz, y ga 2 chiqish kerak. X ga 1 taqsim 2 qo'ysa, y ga 2 chiqish kerak. A javob xato. Minus 1 taqsim 2 ga uzr.
x ga -1 taqsim 2 qo'ysam, y ga 2 chiqishi kerak. Ya'ni A javob xato, C javob ham xato, D javob ham xato. X ga -1 taqsim 2 qo'ysak 8 bo'lib qoladi-da bu. Oxiri B javob qoldi. X ni o'rniga -1 taqsim 2 ni qo'ysak, 2 bilan 2 ketadi-da, plyus bo'ladi bu yerda. 1 ga 1 qo'ysak 2. Demak, y ga 2 chiqyapti. Shunday qilib ishlab qo'ysa ham bo'ladi, lekin DTMlarda bunaqa javobdan ikkita bo'ladi. Hozir bunda bitta ekan, ikkita bo'lib qoladi. Shunda ikkitasidan bittasini topish uchun tavakkal qilish kerakka to'g'ri keladi. Undan ana shu formula yaxshi. Barcha y-larni o'rniga ana 2b minus y ni qo'yamiz. Barcha x-larni o'rniga 2a minus x ni qo'yamiz. Bu yerda b bilan a nima? B bilan a shu berilgan nuqtam. Qanaqadir m nuqtami x bilan y. Mana b y. Hozir bizda y ni beryapti 2. Ya'ni b sini. Faqat b ni ishlatdik. Nimaga a ni ishlatmadik? Chunki bu yerda a yo'q. X koordinati yo'q. Men umumiy formula yozdim. Shuning uchun mana bu fx tarafga tegmadik, mana bu o'ng tarafga. Xo'p, 12. Aning qanday qiymatlarda to'g'ri chiziqlarning kesishish nuqtasi 4-chorakda yotadi deyapti. Demak, deylik shu to'g'ri chiziqlarning kesishgan nuqtasi 4-chorakda yotishi uchun nima bo'lishi kerak? Kesishgan nuqta 4-chorakda yotishi uchun doim uni x koordinatasi musbat, y koordinatasi esa manfiy bo'lishi kerak. Hozir biz x bilan y ga topib, x ni 0 dan katta, y ni 0 dan kichik deb ishlashimiz kerak. Qanday qilib topamiz bundan x bilan y ga? Sistema qilamizda. 2x plus 3y teng 6, x plus y teng a. Mana sistema qilib ishlaymiz. Buni minus 2 ga ko'paytirib qo'shsak, mana minus 2 ga ko'paytirib qo'shib yuborsak, xlar qisqarib ketadi. Xo'p, y teng 6 minus 2a chiqyapti. Bundan y o'rniga mana bu yerga olib kelib 6 minus 2a ni qo'yib yuborsak, o'ng tarafga o'tib ketsa, 3a minus 6 bo'lib qolyapti. Ya'ni x ni ham topdik. X teng 3a minus 6 bo'lib qolyapti. Demak, x ni 0 dan katta qilib ishlashim kerak. Chunki 4-chorakda kesishadi-da. 4-chorakda x ni musbat bo'ladi. Shuni 0 dan katta qilishimiz kerak. Buni 0 dan y koordinatasini 0 dan kichik qilishim kerak. Bunda 2a ni 10 ga o'tkazib 2 ga bo'lib yuborsam, a katta 3 dan, 6 ni 10 ga mana endi buni 0 dan katta qilib ishlasam, 3a minus 6 katta 0. Bundan 6 ni 10 ga o'tkazib 3 ga bo'lib yuborsam, a katta 2 dan. Umumiy yechim a 3 dan katta. 3 dan ham katta, 2 dan ham katta. Demak, 3 dan katta degan javoblar. Ha, o'g'lim, dars yozyapman. Haligi anida derazani ochib ko'rsamni, ikkita o'quvchinizni ko'rdim. Ketayotgan ekan. Uyimizga kelyapti. Asalim dars o'taman-da hozir. Dars o'tishim kerak o'quvchilarga. Yozib olay, jicha qoldi asalim. Shunchami? Jicha qoldi. O'zim chiqaman, ikkalamiz o'ynaymiz, keyin o'quvchilarga dars o'tamiz. Xo'p, 13-misol. Sal tozalab olaylik. Aybga buyurmaysizlar, 10-15 minut gapirish bilan o'tib ketdi, lekin shu maqsad tushuntirish bo'ldi. Faqat IDC ishlasa oladi degani emas, bir chekkadan ishlab chiqaversa bo'ldi. Darajasi yuqorilab ketaveradi. O'zi oq to'plamni o'zini ham yaxshi ishlasangiz olasiz A+. Bizda shunday bo'ldi, demak qilsa bo'ladi. Faqat mock ishi bo'ldi. Bir 30 ta mock ishlatdim, mock test. Demak, mock testlar ko'pi IDC dan tuzilyapti, yana bir plyusi. O'sha Azizbek Nuraliyev ustoz ko'prog'ini IDC dan olyaptilar. Shuning uchun ham mock test ishlasanglar shart emas. Lekin mana bu Rustamga o'qish o'rayi degan kanalda ham haftada bir o'tkazilyapti, bilasizlar. Rush modulda test. Reklama qilmayapman, shunchaki yaxshi testlar bo'lyapti. Milliy sertifikatga ancha yaqin testlar tuzilyapti. Ko'pincha bir 10 ta testdan 8 tasi milliy sertifikatga yaqin darajadagi testlar bo'lyapti. O'quvchilarimiz shuni ham ishlashyapti. Ancha foydasi bo'ldi. 13-misol. Qancha vaqt, necha minut bo'ldi ekan endi bu? 53 minut. Mana hozir 15 minutda gapirmaganimda hozir tugatib bo'lgan bo'lardim. Yana shu 45 minutda tugatib berardim. Misollari unchalik qiyin emas, misol ishlab chiqqan odamga. Endi sal dadilroq misollar. Uzoq to'plamda ham bor edi shunaqa misollar. 13. Ax plus b plus c teng funksiyaning grafiki a 0 dan katta, b 0 dan katta, c 0 dan kichik bo'lganda qaysi choragidan o'tmaydi deyapti. Demak, a ga 1, b ga 1, c ga -1 qo'yib yuboring shunda. A ga 1, b ga 1, c ga -1 qo'ysangiz bu x plus y -1 teng 0, ya'ni 0. Bundan bo'ldi, shuni grafikini chizib qo'ying endi mana. Ketdik mana. X ga 0 qo'ysak, y teng 1, 1 u yoqqa o'tadi, y teng 1. Mana belgiladim. Y ga 0 qo'ysam, 1 u yoq o'ng tarafga qo'ysa, yana x teng 1. Demak, bu kamayuvchi funksiya.
Ya'ni qaysi chorakdan o'tmaydi deyapti. Albatta qaysi chorakdan o'tmaydi? Ikkinchi chorak, 3-chi chorakdan o'tmaydi. Uzr. 3-chi chorakdan o'tmaydi hech qachon. Demak, 4dan o'tyapti, 1dan o'tyapti, 2dan o'tyapti, 4-chi chorakdan o'tyapti funksiya grafik. 3dan o'tmayapti. 3-chi chorakdan o'tmaydi. Bizda o'tmaydi degan chalg'itib qo'yish ham mumkin-da. Shunday ABC desa shunday shart qo'yib chizib qo'yaverish kerak. Bu test-ku. Nima qilamiz vaqtni o'tkazib deydi. Aniq qanday qiymatlarda ana shu to'g'ri chiziq va koordinata o'qlari bilan chegaralangan uchburchak yuzasi 6 ga teng bo'ladi. To'g'ri chiziq va koordinata o'qlari bilan chegaralangan uchburchak yuzi nima? Bu. U e'tibor bering, shunday grafikini chizsangiz ko'rinadi. Buni o'zi juda oddiy misol. Deylik, mana bitta misol keltiraman mana. X minus 2y deylik mana. Plus 6 teng 0. Mana shu to'g'ri chiziq va koordinata o'qlari bilan chegaralangan uchburchakning yuzasi deyapti. Birinchi x ga 0 qo'yasiz mana. Chizish eng oson usul. X ga 0 qo'ysangiz, unda y ga topsak, y teng 3 chiqyapti mana. Y teng 3 chiqyapti. Keyin y ga 0 qo'yasiz, olib kelib mana. Y ga 0 qo'yasiz. Y ga 0 qo'yganingizda x teng -6 bo'lyapti. X teng -6 mana. Koordinatasini yozdim. Y teng x ga 0 qo'yganda y teng 3 chiqdi mana. 3 ni yozdim. Demak, mana bu to'g'ri chizig'imning grafigi mana chizdim. Mana shu to'g'ri chiziq va koordinata o'qlari mana x, y o'qi bilan x o'qi orasida yuza hosil bo'lyapti mana bu yerda, mana uchburchak. Mana shu uchburchakni aytyapti. To'g'ri burchakli uchburchak bo'ladi doim. Ha, demak buni o'ylab o'tirishimiz shart emas ekan. Demak, x ga 0 qo'yib y ga topamiz. Y ga 0 qo'yib turib x ni topamiz. Albatta, modullarini ko'paytiramiz mana. 3 karra ko'paytiramiz, modul -6 ni +6 deb ko'paytiraman, modul. Bu kateti 3 bo'lyapti, bu kateti 6 bo'lyapti. Ko'paytirib ana orasi 90, to'g'ri burchakli koordinatalar sistemasi. Katetlarni ko'paytmasini 2 ga bo'lsak, to'g'ri burchakli uchburchagimning yuzasini berarmidi? Mana to'g'ri burchakli uchburchagimning yuzasi chiqarmidi? Demak, bu yuza 9 ekan bizda. Xuddi bunda ham shu kabi ishlaymiz, mana shu ko'rinishda ishlaymiz. Demak, biz bundan keyin chizib o'tirishimiz shart emas. Shunday x ga y ga 0 qo'yib olib ketaveramiz koordinatasini. Mana x ga 0 qo'ydim, mana x ga 0 qo'yib y ni topaman. Y ni topsam y ga 3 ekan. Demak, y ga 3, y koordinatasi 3. Bitta kateti 3 chiqdi degan. Y ga 0 qo'ydim, x ni topaman. Y ga 0 qo'ysam a x teng 12. X ni topsam 12 taqsim a. Ikkinchi koordinatasi 12 taqsim a ekan. Bo'ldi. Shu x bilan y to'g'ri burchakli uchburchakning katetlarida, xuddiki bu x, bu y. To'g'ri burchakli uchburchakning yuzasi kerak menga. S teng x ko'paygan y taqsim 2 mi? Shunday yodlab oling. Demak, x ga 0 qo'yib y ni, keyin y ga 0 qo'yib x ni topar ekanmiz. Shu topilganlari ko'paytirib 2 ga bo'lsa yuzaga kelib chiqadi. 3 ko'paygan 12 taqsim a taqsim 2. Shu narsa yuza 6 bo'lish kerak. Faqat e'tibor qarating, biz a ni bilmaymiz. Manfiy musbatligini, shuning uchun bu yerga modul qo'yib olishimiz kerak. Modul a bo'lish kerak. Demak, bu oddiy narsa endi bu. Bu 2 bu yoqqa ko'paytirib o'tqizsak 3 kare 36 taqsim modul a teng 2 kare 6 12 bo'ladi. Modul a ni u yoqqa qo'shsam 12 ta modul a teng 36, modul a teng 3. Bundan a ni o'zi esa plus minus 3 bo'laverar ekan bemalol. Demak, buni grafikini ham xuddi shunday chizsangiz bo'ladi. Lekin doim chizib o'tirish shart emas. Shunda x ga 0 qo'yib y ni toping. Mana y ga 0 qo'yib x ni toping. Shular mana to'g'ri burchakli uchburchagimning katetlari. Ana shu ox o'qi bilan chegaralangan deylik. Shunday grafik ketayotgan bo'lsa, mana x ga 0 qo'yganingizda mana bu katet chiqadi, mana y shu. Y ga 0 qo'yganingizda mana x o'qi bilan kesishgan joyi kelib chiqadi. Ya'ni shu katet chiqadi mana. X chiqadi. Shu ko'paytirib 2 ga bo'ling, x y ni deyapman mana shu yerda. Uni bundan keyin chizib o'tirishingiz shart emas mana. Siz o'rningizga biz chizib tushuntirdik-ku. Tushunib oldingizmi? Bo'ldi, qo'llang. Nima qilasiz qiynalib? Hozir 1 minut azlar. Vaqt ketib qolaveradi. Ha, mayli, farzandda endi sho'xlik qilsa ham, boshqa qilsa ham chiroyli qilib tushuntirib qo'ydik, dars yozyapmiz. Amakilar keyin xafa bo'lishadi deb. Mayli, yana bir yillardan keyin tushunib ancha. O'zi yaxshi unday gapirsam tushunadi, boshqa qiladi, lekin video dars yozganimda qiziqib oldimga kelib menga gapiradi, savol beradi. Keyin o'g'limga gapirish kerakmi, sizlargami, tushuntirish kerakmi, keyin bo'lmay qoladi, vaqt ketib qoladi, chalg'ib qolamiz. 15-misol.
A nuqta bor, B nuqta bor. Shu nuqtalardan o'tuvchi to'g'ri chiziqqa perpendikulyar va C nuqtadan o'tuvchi to'g'ri chiziq tenglamasini tuzing deyapti. Mana e'tibor qarating. Demak, A va B nuqtalaridan o'tuvchi to'g'ri chiziqqa perpendikulyar deyapti. Demak, A nuqtam shu bo'lsin. Demak, B nuqtam shu bo'lsin mana. A va B nuqtalaridan o'tuvchi to'g'ri chiziqqa perpendikulyar. A va B nuqtalaridan o'tuvchi to'g'ri chizig'im shu bo'lsin. Shu to'g'ri chiziqqa perpendikulyar hamda qaysi nuqtadan e'tibor qiling. C nuqtadan o'tuvchi to'g'ri chiziq kerak menga. Menga C nuqtadan o'tuvchi to'g'ri chiziq kerak. C nuqta ularni orasidami yoki ulardan tashqaridami farqi yo'q. Mana C nuqtani shu deb belgiladim. Shu C nuqtadan o'tuvchi to'g'ri chiziq kerak menga. Menga keragi mana sariq bilan qo'yib qo'yaman mana. Menga mana shu to'g'ri chiziq kerak. Mana bu A va B nuqtalaridan o'tuvchi to'g'ri chiziq kerak emas. Mana bu C nuqtadan o'tuvchi A va B nuqtalaridan o'tuvchi to'g'ri chiziqqa perpendikulyar bo'lgan mana to'g'ri chiziq kerak. Mana bu. Mana bunisi kerak. Sariq bilan bo'yab qo'yganimiz. Endi buni qandan topamiz? Perpendikulyarlik shartidan. Demak, A va B nuqtalaridan o'tuvchi to'g'ri chiziqni K'sini topib olaman, burchak koeffitsiyentini. Uni K'sini topsam, mana K, A, B deb qo'yaman. A, B to'g'ri chizig'imni K'sini topib olaman. Formuladan mana y dan y ni ayiramiz, x dan x ni ayiramiz. Ya'ni 5 dan -1 ayirsam 6 taqsim 4 dan 2 ni ayirsam 2. Demak, K'si 3 ekan. Demak, mana bu A, B to'g'ri chizig'imni K'si 3 ekan. Perpendikulyar to'g'ri chiziq kerak menga, C nuqtadan o'tuvchi. Demak, perpendikulyar to'g'ri chizig'imni K'sini topishim uchun o'sha perpendikulyar to'g'ri chizig'imni C nuqtadan o'tuvchi to'g'ri chizig'imni K'siga mana bu AB to'g'ri chizig'imni K'sini mana bu 3 ni ko'paytirsam, K'lar ko'paytmasa -1 bo'lishi kerakmi? Bundan menga perpendikulyar to'g'ri chizig'imni, ya'ni C nuqtadan o'tuvchi to'g'ri chizig'imni K'si -1 taqsim 3 ekan. Bo'ldi. Misol deyarli hal. Nima uchun? Demak, bu to'g'ri chizig'imni K'sini topsam, y barobar Kx plus b desam, -1 taqsim 3 x plus b. Endi b'sini topish uchun bu to'g'ri chizig'im mana perpendikulyar C nuqtadan o'tuvchi to'g'ri chizig'im qaysi nuqtadan o'tyapti? Shu C nuqtadan o'tyapti. C nuqtam nima edi? C nuqtani bergan bizga mana. C nuqtani bergan 6 2 deb. X 6, y 2. X ni o'rniga 6 ni, y ni o'rniga 2 ni qo'yamiz. 2 teng x o'rniga 6 qo'ysak, -1 taqsim 3 bilan qisqarib ketadi-da, -2 plus b bo'ladi. Bundan b'si 4. Demak, y barobar -1 taqsim 3 x plus 4. Bu ishlab chiqish usuli. Bunaqa javob yo'q ekan-ku desangiz, shuni 3 ga ko'paytirib yuboring, mana mahrajni yo'qotib yuboring. 3y bo'ladi. Mana 3 ga ko'paytsak teng -x plus 12 bo'ladi. -x ni chapga o'tkazsak 3y, hammasini chapga o'tkazaylik. 3y plus x mana 3y plus x bo'lib o'tadi. Teng 12 qilib qo'ysangiz ham bo'ladi yoki -12 teng 0 qilsangiz mana bu javoblarga o'xshaydi mana. 3y plus x -12 teng A javob ekan. Endi biz A javob. Endi tez ishlasangiz bu o'ta sodda narsa, sizlarga tushuntirib vaqtimiz ketyapti. Xolos. Endi ikkinchi usul, ya'ni javoblardan hech yo'q 50% topish usuli. Nima qilamiz? Men tuzmoqchi bo'lgan to'g'ri chizig'im, e'tibor qiling mana AB nuqtalaridan o'tuvchi to'g'ri chiziqqa perpendikulyar deyapti. AB nuqtalaridan o'tuvchi to'g'ri chiziqqa perpendikulyar hamda C nuqtadan o'tuvchi. C nuqta ularning orasida bo'lishi mumkin, ulardan tashqarida bo'lishi mumkin, lekin o'tadigan to'g'ri chizig'im shu AB to'g'ri chiziqqa perpendikulyar bo'lishi kerak. Demak, men topmoqchi bo'lgan to'g'ri chizig'im qaysi nuqtadan o'tishi kerak? C nuqtadan o'tishi kerak va AB chiziqqa perpendikulyar bo'lishi kerak. Demak, javoblarga olib borib C nuqtani, ya'ni x ga 6 ni, y ga 2. X ga 6 ni qo'ysak, y ga 2 chiqishi kerak. Ya'ni x ga 6 qo'ysak, y ga 2 chiqishi kerak. Shunaqalarni tekshirib ko'ramiz. X ga 6 qo'ysam, y ga 2 chiqadimi? C javob xato, chiqmaydi. X ga 6 qo'ysam, y ga 2 chiqadi. Mana x ga 6 qo'ysam, y ga D javob chiqib qolar ekan. D javob chiqib qolar ekan. X ga 6 qo'ysam, y 2 chiqadimi? Bu ham B ham to'g'ri chiqib qolar ekan. Mana A ham to'g'ri. Demak, hech yo'q C javobi chiqarib yubordik. Endi K'lardan ketamiz. Bu to'g'ri chizig'imda K'sini topib oldim, 3 chiqdi. Javoblarni K'siga ko'paytirsam, -1 chiqishi kerak-da, chunki perpendikulyar-ku. Buni K'siga, buni K'sini ko'paytirsam, buni K2 deylik, K1 ko'paytmasa -1 chiqishi kerak. Endi hech yo'q javoblardan ba'zida bittada chiqib qoladi. Hali avvalgi misolga o'xshagan. Bir martada chiqib qoladi. Ba'zida juda ko'p vaqt ketadi. Undan ko'ra shu ikkita to'g'ri chiziqni K'sini topib, perpendikulyar degani uchun buni K'si ko'paytmasa -1 bo'lishi kerak deb, mana bu usulimizda ishlab qo'yganingiz yaxshi. Agar ozgina tezlikka ishlasangiz hech nima emas. Endi biz misol sertifikatga kirganda
deylik 30-40% amalni, 50% ham, ba'zida 70-80% amalni miyada bajarib, qolgan qismini, oxirgi qismini bunday yozamiz xolos. Shunda ozgina agar miyada adashib ketgan bo'lsak, bitta ikkita misollar xato chiqib qolyapti, adashib ketyapmiz. Shuda endi hali o'rganib qolganmiz. Siz shoshilmang. Vaqt yetarli. A+ olaman deganga vaqt yetarli. Lekin 70 balldan o'tkazaman, 75 olaman, 80 olaman, 95, 100 ball olaman deganlar uchun, lekin shu yarmini miyada ishlab ketmasa bo'lmaydi. O'ylamay ishlayverish kerak uchun. Shunda ikkinchi marta tekshirib chiqishga ham vaqt yetadi. Hali qiyinlarni, 5-10 ta qiyin misolni. Shunda bemalol 100% urish mumkin. Xo'p, 16. Koordinat o'qlari shu to'g'ri chiziqdan qanday uzunlikdagi kesma ajratadi? Haligi misol, xuddiki unda uchburchagi yuzasini so'rayotgandik, endi bunda boshqa narsa. Xo'p, deylik, mana chizdik. X ga 0 qo'ydim. X ga 0 qo'yib y ga topsam, y ga -15 chiqdi. -15 shu bo'lsin mana. Shu yerdan shu yergacha -15 deganda, koordinata boshidan. Shu katet -15 degan. Y ga 0 qo'yaman. Y ga 0 qo'yib x ni topaman. Y ga 0 qo'ysam, x taqsim 8 teng 1. Bundan x teng 8. X teng 8 mana. Demak, to'g'ri chizig'im shunday ketadimi shunda? Ya'ni bu katetim 8 degani, shuni ham aytib qo'yaylik. Mana bu katet 8. Bu katet musbat olsak, bu katetning uzunligi 15. Bu katet 8, orasi 90. To'g'ri burchak uchburchagi 100 deganda 8 ga 15 ko'paytirib 2 ga bo'lib qo'ya qolardik. Bizga unday demayapti. Mana bu to'g'ri koordinata o'qlari to'g'ri chiziqdan qanday uzunlikdagi kesma, mana kesma ajratadi deyapti. Yaxshilab e'tibor turing mana. Deylik, rangini o'zgartirib olaylik. Mana y o'qi bilan x o'qi deyapti, shu koordinata o'qlari. Mana bu to'g'ri chizig'ingdan deyapti. Mana bu kx plus v to'g'ri chizig'ingdan qanday uzunlikdagi kesma ajratadi deyapti. Qanday uzunlikdagi kesma mana. Qanday uzunlikdagi? Mana bu koordinata o'qlarim, x, y o'qim to'g'ri chiziqdan qanday uzunlikdagi kesma ajratadi degani mana shu gipati qanday? Gipotenuzani ajratib oladi-da. Mana bu koordinata o'qlarim, ana bu to'g'ri chizig'imdan faqat gipotenuzaga teng uzunlikdagi kesmani ajratib oladi. Shuni so'rayapti, gipatni so'rayapti. Demak, gipotenuzani s desak, 1 katet 15, 1 katet 8. Pifagor s kvadrat teng 15 ni kvadrati plus 8 ni kvadrati. Bu Pifagor sonlari bo'lganligi uchun s teng 17, ya'ni 289 ildiz olsak 17 chiqadi. Xo'p, shuni ham yodlab olsangiz bo'laveradi. Demak, qanday uzunlikdagi kesma ajratadi desa, haligi x ga y ga 0 qo'yib Pifagor ishlatib olar ekansiz. Xo'p, 17. Aning qanday qiymatlarda ana shu to'g'ri chiziqlarning kesishish nuqtasi y teng x to'g'ri chiziqda yotadi. Voy azizlarim, bu juda oddiy misol. Boshida ishladik, boshroqda. Shu to'g'ri chiziqlarning kesishish nuqtasi deylik, mana shu kesishgan nuqtasi y teng x to'g'ri chiziqda yotar ekan. Deylik, y teng x to'g'ri chiziq shu. Ya'ni y teng x to'g'ri chiziq shu. U degani hamma 3 ta to'g'ri chiziq ham bir-biri bilan kesishadi deganimi? Barchasini y ni o'rniga olib borib x ni qo'yib yuboraver, bo'laveradi degani. Buni ham y ni o'rniga x qo'yib yuboraman, buni ham y ni o'rniga x qo'yib yuboraman. Bunga qo'yib yuboray, nima uchun? Chunki x topiladi-da. Y o'rniga x qo'ysam 2x plus 3x minus 10 teng 0. 5x teng 10. X teng 2 topildi. Y teng x degan sharti bor edi-ku. Demak, y ga ham 2. Mana bu yerga olib kelib, x ni ham, y ni ham o'rniga 2 ni qo'yib yuboraman. Mana x ni ham o'rniga 2, y ni ham o'rniga 2 qo'yaman. Shunda 2a mana 2a minus 2 minus 6 teng 0 bo'ladi. Bundan 2a teng, mana 2 o'nga bo'lsa 8, a teng 4. Adashmagan bo'lsam, a teng 4. Xo'p, azizlarim, 18 oxirgi misollar. Y teng ko'rinishdagi to'g'ri chiziqlar bir nuqtada kesishadi. Ko'rinishdagi bu nuqtalarning koordinatalarini toping. Demak, shu ko'rinishdagi barcha to'g'ri chiziqlar doim bir nuqtada kesishaverar ekan. Demak, nima degani? Shu ko'rinishdagi to'g'ri chiziqlar bir nuqtada kesishaveradi degani, k ni ixtiyoriy qiymatda shunaqa to'g'ri chiziqlar bir nuqtada kesishaverar ekan. Demak, k ga son qo'yib ko'raman. Deylik, k ga 0 qo'yaman birinchi. Shunda y barobar minus x plus 3 degan to'g'ri chiziq paydo bo'ladi. Keyin k ga 1 qo'yaman. Misol, y teng 1 qo'ysam 4 degan to'g'ri chiziq chiqadi. Yoki k ga farqi yo'q, mana 2 qo'yaman. K ga 2 qo'ysam y teng x plus 5 degan to'g'ri chiziq chiqadi. O'zi mana shu ikkovi yetardi o'zi. Tepaga y o'rniga olib borib 4 ni qo'ysak, 4 teng minus x plus 3 bo'lib, demak x teng xo'p minus 1 chiqyapti. Xohlasangiz mana buni o'ylamang. Buni o'ylamasdan k ga 0, k ga 2 qo'yib mana bu ikkovini ishlab oling.
y teng minus x plus 3, y teng x plus 5. Shuni qo'shib olsangiz 2y teng 8, baribir y teng 4 chiqaveradi. Umuman chunki shu ko'rinishdagi barcha to'g'ri chiziqlar bir nuqtada kesishadi deb aytib turibdi o'zi azizlar. Shu kesish nuqtasi doim hammasida bir xil chiqaveradi. K ga nimani qo'yishingizni foydasi yo'q, ziyoni yo'q. K ga shuning uchun son qo'ydikda. 3 ta to'g'ri chiziq yozib oldik. Shularni kesishgan nuqtasini topdik. Hop, qo'limiz tegib ketdi. Xo'p, azizlarim, 3-testga o'tib ketamiz. Arifmetik ildiz 3-testga o'tib ketamiz. 115-bet. Xo'p. Ha, mana topdim. Demak, nima chiqdi bizda? Hozir ana tayyor ekan. -1/4. Shu A javob. Demak, shu mana ko'rib oling. Shu ko'rinishdagi barcha to'g'ri chiziqlar bir nuqtada kesishadi desa, demak K ni ixtiyoriy qiymatda bir nuqtada kesishadi deyapti. K ga 2-3 ta son qo'ysangiz o'zi ko'rinadi. Qaysi nuqtada keshishi. Demak, 19 ga qaraymiz endi. Bunday qilib olaylik, chalib ketamiz. 19. A va B nuqtalari berilgan. Koordinata boshi va AB kesmasining o'rtasida o'tuvchi to'g'ri chiziq tenglamasini tuzing. Demak, to'g'ri chizig'im. Demak, e'tibor bering. Men bu yer tuzmoqchi bo'lgan to'g'ri chizig'im birinchisi koordinata boshidan o'tar ekan, ya'ni 0 0 nuqtadan o'tar ekan. Ikkinchisi ana A va B nuqtalarining o'rtasidan o'tar ekan. A va B nuqtalarining o'rtasini C desam, o'rtasini topish uchun x ga x ni qo'shib 2 ga bo'lardik. 4 ga -6 ni qo'shib 2 ga bo'lsam -1, y ga y ni qo'shib 2 ga bo'lardik. -2 ga 2 ni qo'shib 2 ga bo'lsam 0. Demak, o'rtasini koordinatasi mana shu -1 0. Demak, men tuzmoqchi bo'lgan to'g'ri chizig'im koordinata boshi va C nuqtadan o'tadi. Endi shu ikki nuqtadan o'tuvchi to'g'ri chiziq tenglamasini tuzishim kerak. U juda oddiy, o'zi koordinata boshidan o'tgani uchun y barobar kx deymiz, chunki x ga 0 qo'ysa y ga ham 0 chiqishi uchun o'zi b 0 bo'ladi, tabiiy. Koordinata boshidan o'tsa. Bundan ikkinchi nuqtani olib borib qo'yamiz. X ga -1 qo'ysak, y ga 0 qo'yamiz, olib borib mana y ga 0 qo'ydim, x ga -1 qo'ysam -k o'zi +0. Bundan yana k ham 0 chiqyapti. Demak, bizdan so'ralayotgan chiziq y teng 0 ekan. Ya'ni B javob ekan. Endi agar tushunmagan bo'lsangiz, bu shartlarni unuting, mana bu pastdagi gaplarimni unuting. Shunchaki shu ikkita nuqtadan o'tuvchi to'g'ri chiziq tenglamasini tuzib qo'ying. O'zingiz oddiy, o'zingiz biladigan usulda qanday qilib tuzardik? K'sini topardik birinchi mana. K'sini topardik. K'ni topishni mana y dan y ni ayirdik, x dan x ni ayirdik. Ya'ni 0 dan 0 ayirsak 0, -1 dan 0 ayirsam -1, 0 ni -1 ga bo'lsam 0. K'si 0 ekan. Keyin koordinata boshidan o'tyapti. Koordinata boshidan o'tish uchun B'si ham 0 bo'lishi kerak. Mayli, uni o'ylamang mana. Y barobar K'si 0 bo'lsa, ana K ga 0 qo'ying. 0x plus B deb yozasiz. Keyin ikkinchi shart, ana koordinata boshidan o'tish kerak. X ga ham 0, Y ga ham 0 qo'ying mana. X ga ham, Y ga ham 0 qo'ysangiz 0 teng 0 plus B bo'ladi. Ya'ni B ham 0 chiqadi. Ikki xil usulda ham bir xil. Yoki tenglamalar sistemasi qilib ishlang. Bu uchinchi usul juda ezma bo'lib ketdi, maydalashib ketdi. Xafa bo'lmaysiz. 72 daqiqa. Bemalol, yana aytaman, bemalol 50 minutga olib bormay, o'sha 40 minutlarda tushuntirsam bo'lardi. Yana chunki hali IDC, o'q to'plam, qaysi biridan ishlash kerak deganlarga fikr berib ketdim. Boshidan boshlang doim. U shoshilmang. IDC ni ishlasa oladi degan emas. IDC ni birinchi, ikkinchi, uchinchi qismlarda ham keraksiz misollar juda ko'p. Uni faqat bolani darajasini oshirish uchun ishlanadi xolos IDC ni. Hali kitob qolmaganda IDC ishlating. Lekin boshidan boshlab, keyin ikkinchi 2 oy o'qitib olingki 6 oy o'q to'plam ishlasin. Keyin mana hech nima topilmasa IDC ishlating. Bolangiz shunda olimpiadalarda ham boshqa hammasidan ko'rib oladi, taktikasi oshib oladi. Hozir o'g'lim bir dona misol qoldi. Xo'p, koordinata o'qlari va to'g'ri chiziq bilan chegaralangan uchburchak yuzini toping. Shu 20 ni ertaroq bermaydimi? Keyin hali modullik A +- 3 chiqdi-ku, shu misolni bermaydimi? Shunda zo'r bo'lardi. Juda betartibroq bo'lib qolgan. Yaxshi misollar to'plami lekin. Bir marta matematikani tugatib olganlar uchun yaxshi to'plam. Mayli. IDC ni yaxshi deymizda, oq to'plam ishlayveramiz. Baribir bir chekkadan ketish kerak-da. Keyin IDC ni tugatib olsa, o'zi shundoq ham olimpiadaga tabiiy qiziqadigan bo'lib qoladi. Olimpiadadan shunday ko'rib, kitoblari bor o'zi. Ne'matjon Kamolov, Norjigitov, ishlatib chiqsangiz, o'zi olimpiadachi bolangiz tayyor.
20 misol oddiy ekan. Koordinat o'qlari va to'g'ri chiziqlar bilan chegaralangan uchburchak yuzi desa, nima dedik? Birinchi x ga 0 qo'yasiz dedim. X ga olib borib 0 qo'yasiz mana. X ni o'rniga olib borib 0 qo'yamiz. Y ga topamiz. Y teng 4 chiqdi. Y ga olib borib 0 qo'yamiz. X ni topamiz keyin. X teng 6, -6 chiqdi. Bo'ldi. Shu uchburchak yuzi. Bu x bilan y katetlari dedim. Yuzasini topish uchun katetlar ko'paytmasini yarmi 4 karra 6 taqsim 2 12. C javob. O'ylab ham o'tirmang, chizib ham o'tirmang bundan keyin. Kesma uzunligi koordinat o'qlardan ajratgan kesmasi uzunligi desa, gipat bo'lib qolar ekan mana gipat. Shunda kesma uzunligi deganda gipat ilzosida bu katetlar bular. 4 ning kvadrati plus 6 ning kvadrati qilardim 36 52 chiqardi ilzosida 52. 4 karra 13 2 ilzosida 13 chiqardi. Misol yodlab olingda shu uchburchak deyapti. Koordinat o'qlardan to'g'ri chizig'imi? Ha, to'g'ri burchakli uchburchak bo'ladi doim. Parabola bo'lsa, unda boshqacharoq bo'ladi. Unda o'zi mavzusida ko'ramiz. Kelyapti mavzusi yaqinda. Azizlar, sizlar bilan ustoz Abdulloh Boya bo'ldi. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling deb qolamiz. IDC to'plami yana aytib qo'ying, baribir. IDC emas, Telegram kanalimiz IDC _ yechim. Endi biz kanal nomini nima qo'yishni bilmay IDC _ yechim qo'ydik. Oq to'plam deb qo'ysak ham bo'laverardi. Endi unaqa nomlar ko'p ekan. Birinchi ochganimiz uchun IDC _ yechim deb qo'ya qoldik. IDC ni yechimlarini qilyapmiz, lekin oq to'plamni maqtayapmiz. DTM testlarini yomon ko'ramiz. Yo'q, unaqa emas. O'zim paytida rosa DTM testi ishlatardim o'quvchilarimga, lekin juda ko'p chalg'itadigan misollar bor-da. DTMda betartib ko'proq. Shuning uchun birinchi baribir ham oq to'plam ham betartib. Shuning uchun oldin 2 oy bolani matematikasini hech yo'q yarim biron bir qo'llanmadan o'zingiz hamma o'qituvchilarda bo'ladi. Usmonovda hamma bir ishlatib olish kerak. Bir 2 oy yo 3 oy. Keyin oq to'plamni bemalol 3-4 oyda tugatib oladi. Keyin mana IDC ishlasin. Mana A+ kerakmi? Olsin mana. Yoki Usmonov ham o'zi yaxshi kitob. Usmonov o'zini ishlasin. Omajicha ezilib ketadi-ku. 1 yil o'qiydi-da, 9-sinfda bemalol A ko'tarib chiqaveradi Usmonov o'zi bilan ham. Azizlarim, sog' bo'ling, salomat bo'ling.